Agar shu oshga bir kattaroq odamlar kelsa, yugurib borib oshpaz oldiga chiroyli qilib yaxshiroq suzib bering yoki oshpazga zo'r qilib suzib bersin, sergo'sh qilib kattalar keldi deydi. Lekin hech eshitmaganman, kambag'allar keldi, go'shtlardan ko'proq qo'ydi oshga degan. Shu boylarning uyiga borsangiz, "Mani uyda yo'qdi bor" deydi. Uyda bo'lib turib, kambag'alning uyiga borsangiz, bor yo'g'ini sochadi. Endi savob bo'lsin deb qiladigan bo'lsak, kambag'allarga beraylik. Shu urf-odatlarimizni, irim-jirimlarning ichida ana shunaqa irimlarni olib tashlaylik. Iltimos, shu kambag'alga beraylik, boyga emas. Bu boy sizni oshingiz tugul, dunyoning oshini yegan. Bu bir qoshiq yeydimi yo'q, chiroyli suzib kelgan oshingizni. Lekin kambag'al qachon qayerda osh bor ekan, bir maza qilib osh yeb